O'shanda qo'limni yog'ini artish uchun boshingni silagandim bola. Sobir doda. Nabay. Assalomu alaykum. Va alaykum. Doda yaxshimisiz? Qalaysiz? Hormay, nima harakat? Mashina azgina to'g'rilab qo'y dedim-da bolam, qara. Tinmaysiz siz ham. Rahmat. Tez kiyim chiqing, bir joyga borib kelamiz. Ha, nima gap? Ha, bir yaxshi restoran ochilibdi. Ha. Bir o'zim olib borib sizni mehmon qilib kelaman. Har doim meni shunaqa erkalatib yurganda, bolam. Ha, duoyingizni olay deyman-da. Mayli. Chiqa qolayman, mashinada bo'laman. Xo'p. Juda chiroyli joy ekan-da bolam. Yoqdimi? Rahmat. Ovqatlarni ham zo'r qilishadi, hozir olib kelishadi. Mayli, rahmat bolam. Hayron qolaman-da bolam. Mani farzandlarim juda bemehr chiqishdi-da. Sen mani o'z farzandimdan ham a'losan. Bolaligimda hamma meni yetimcha deb turtkilardi. Odamlardan shirin so'z eshitishga muhtoj edim. Esingizdan bir kun O bola, nima o'ltirib tursan? Bu yoqqa kechi? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Gumma yeysanmi? Ha, qornim ochib turgan edi. Ha, men hozir beraman gumma. Ana, ma, Rahmat amaki. duo qilib qo'yarsan, hamma? Ha. Bo'pti, bor. Men ham yoshligimda juda takabbur bo'laman. O'shanda qo'limni yog'ini artish uchun boshingni silagandim bola. Meni kechir bola. nega kechirim so'raysiz, doda? Qo'lingiz yog'ini artgan bo'lsangiz ham meni ko'nglimni tog'dek ko'targansiz. Shuning uchun ham sizni yaxshi ko'raman. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat bola.